Kelaylik endi sizlar bilan ikkita miya yarimsharimizni mozachkovая stimulyatsiya haqida gaplashamiz. Ya'ni cerebrum miyaning eng muhim qismi hisoblanadi. Aynan shu haqida. Bu miya va orqa miya o'rtasidagi bog'lanishlar hisoblanadi. Bu miyaning umurtqa pog'onasiga eng yaqin qismi bo'lib, ko'plab qon tomirlarini o'z ichiga oladi. Bu qiyin tug'ruqlikdan keyingi holatlarda ham yuzaga kelishi mumkin. Ko'p muammolar yuzaga kelishi aynan shu holatda bo'ladi-da o'zi ko'pincha. Ko'pincha gipoksiya va ishemiya bilan zararlanadi. Bundan tashqari, yangi tug'ilgan chaqaloqda u faqat tez rivojlana boshlaydi va taxminan 6 yoshgacha yetuklik jarayoniga yetib boradi. Shuning uchun biz aytamiz, bolalarni vaqtida shug'ullantiringlar, rivojlantiringlar. Chunki 6 yoshdan keyin, asosan men aytadigan gapim 5 yoshdan keyin kech deyman. Chunki payg'ambarimiz ham bolalarni 5 yoshgacha podshoh qilib o'stirish kerak deyishadi. Ya'ni hech qanaqa ta'lim bermasdan bolani holiga qo'yib rivojlantirish kerak. Biz esa buni qilmaymiz. Shuning uchun ham biz cerebrumga alohida e'tibor berishimiz kerak. U miyaning barcha boshqa qismlariga qaraganda ko'proq nerv hujayralarini o'z ichiga oladi. Cerebrumning hajmi miya hajmining atigi 10% ni tashkil qiladi. Ammo markaziy asab tizimidagi barcha neyronlarning 50% aynan mana shu yerda to'plangan bo'ladi. Uzoq vaqt davomida cerebrum bu faqat muvozanat va vosita faoliyati uchun javobgar ekanligini olimlar aniqlashgan va ishonishgan. Lekin hozirgi kunga kelib esa unaqa emas. Cerebrum aynan tajriba, xotira, fikrlash va albatta juda ko'p neyronlar yig'indisi. Bu yerda bolaning intellektual, nutq va hissiy rivojlanishi kalti aynan shu yerda joylashgan bo'ladi. Ya'ni cerebrum miyadagi eng tez harakat qiluvchi mexanizm. U miyaning boshqa qismlaridan kelgan har qanday ma'lumotlarni bir zumda qayta ishlab chiqarib beradi. Bu yerda hujayralarning intensiv yondashuvchanligi doimo sodir bo'ladi. Xullas, cerebrum stimulyatsiya dasturi miya poyasi cerebrum faoliyatini normallashtiradi. Aynan biz ikkita miya yarim shariga mashg'ulotlar olib borish jarayonida cerebrumni harakatga keltiramiz va ikkita miya yarim shari harakatlangandan keyin bir-biriga signallarni to'liq o'tkazadi va bolaning intellektual darajasi yana ham yaxshi rivojlanishni boshlaydi. Nozik motorikalarga urg'u berish, artikulyatsion holatlarga urg'u berish yana ham bu holatni yaxshi amalga oshirish ustida artikulatsiyalarga urg'u bersak, yana ham bu holat yaxshilanadi va natija yaxshi bo'ladi. Ya'ni biz ikkita miya yarim shariga urg'u bergan holatda tanani, miyani harakatga keltiramiz. Aytmoqchimanki, bolangiz yana ham tushunchasi yaxshi bo'lishi uchun aynan shu mashg'ulotlarni biz defektologlar va terapevtlar amalga oshiramiz va logopedlar. Menda 3 ta yo'nalish: logopedman, defektologman va terapevtman. Bu qanaqangi zo'r. Bolalar psixologiyasini qo'shmadim, chunki bolalar psixologiyasida ham 1,5 yil ma'lumot olganman. Nima uchun menga bolalar psixologiyasi juda ham muhim? Onani holatini ko'rganimda, ona bilan bog'liq bo'lgan ishlarda to'g'ri maslahat bera olaman, bolaga foydali bo'lishi uchun. Mana shunaqa, meni blogimda eng kerakli ma'lumotlar bor. Sizlar aynan o'tkazib yubormasligingiz uchun podpiskani bosib qo'yinglar.